Salomat apparat haqida gapirib bering deyishibdi. Apparat innovatsion texnika Germaniya bilan Yaponiya birgalikda hamkorlikda ishlab chiqargan innovatsion apparat hisoblanadi. Uni yagona mutaxassis kurator O'rta Osiyo bo'yicha men bilaman. Bu unikta organ sistema bizning tanamizda mavjud bo'lsa, shuni hammasini to'liq tekshiradi. Umurtqa pog'onasi, miyani holati, neyrofunksionalniy ensefalogramma. Bu degani 7 xildan shu miyani o'zini tekshiruvi ketadi. Undan tashqari organizmdagi o'sha yetishmayotgan mikroelementlar, kasalliklarni keltirib chiqaruvchi ildizlari, turli infeksiya, virus, bakteriya, gribok, genetik moyilliklar, ruhiy holati, insonning potensial qobiliyatlari to'liq o't'adoya tekshirib beradigan apparat hisoblanadi. Diagnostika qilgandan keyin o'sha diagnozni keltirib chiqaruvchi ildizni topib, shunga qarab nazarcheniya qilib davolash muolajasi amalga oshirib beriladi.